Laylak. Ona yosh edi. Ona navjuvon edi. Bola g'o'r edi. Bola go'dak edi. Kunlarning birida ona bola qishloqqa, uzoq qarindoshlarinikiga boradigan bo'lishdi. Ona qaddini g'oz tutib, tez-tez yurib borar. Bola esa alang-jalang qilib atrofdagi manzaralarni tomosha qilar edi. Qishloq guzarida yarmini yashin urib ketgan bahaybat chinor bor ekan. Bola daraxtni ko'rib angrayib qoldi. Chinorning tarvaqaylab o'sgan shoxida supradek kattakon uya qorayib ko'rinar. Uyada esa oyog'i, tumshug'i uzun bir qush turar edi. Bola mo'jiza ko'rgandek taqqa to'xtab qoldi. "Anovi nima, oyi?" dedi o'sha tomondan ko'z uzmay. "Laylak o'g'lim, laylak." Ona o'g'lini boshini silab qo'ydi. "Yura qol, jonim." Bola hech qachon bunaqa qushni ko'rmagan edi. Qush negadir bir oyoqlab turardi. U yana to'xtab qoldi. "Nima u, oyi?" dedi tag'in chinor uchiga ko'z tikib. "Laylak o'g'lim, laylak." "Nimaga bir oyoqda turibdi?" Ona kuldi. "Bir oyog'i charchagandir-da. Yura qol." Bola hech qachon bunaqa qushni ko'rmagan edi. Qush negadir bo'ynini cho'zib, tumshug'ini osmonga qarab silkitar, shunda taraq-taraq degan ovoz eshitilardi. Bola tag'in to'xtab qoldi. "Nima o'zi u, oyi?" Uning ko'zlarida quvonch bor edi, hayrat bor edi. Ona shoshib turardi. Mingta yumushi bor edi. Hali shaharga qaytish kerak. "Laylak dedim-ku, jinnivoy", deb ohista egilib, o'g'lining yuzidan o'pdi. "Senga salom beryapti-da", dedi. Ona yosh edi. Ona navjuvon edi. Oradan 35 yil o'tdi. Bola yigit bo'ldi. Ona keksayib qoldi. Oyog'idan mador, ko'zidan nur ketdi. Kunlardan birida ona bola ittifoqo yana o'sha qishloqqa borib qoldilar. Yigit qaddini g'oz tutib, tez-tez yurib borar. Ona esa toliqqan oyoqlarini og'ir-og'ir ko'tarib bosgancha harsillab kelardi. Guzardagi yarmini yashin uchirib ketgan chinor ham hali bor ekan. Buni qarangki, chinorning tarvaqaylab o'sgan shoxida hamon supradek kattakon uya qorayib ko'rinar, uyada esa oyog'i, tumshug'i uzun laylak turardi. Yigit laylakka bir qarab qo'ydi-yu, qadamini tezlatdi. Orada kelayotgan ona nursizlanib qolgan ko'zlarini chinor shoxida qorayib turgan uyaga tikdi. Shoxda osilib turgan narsa ko'ziga g'alati ko'rindi. "Anovi nima, o'g'lim?" dedi to'xtab. "Laylak, oyi, laylak." Ona yaxshi eshitmadi. 3-4 qadam yurib yana to'xtab qoldi. Savatdek narsa ichida bir nima oqarib ko'rinyapti. Qiziq. "Nima, o'g'lim?" dedi ko'zlarini pirpiratib. O'g'il taqqa to'xtadi. G'ashi keldi. O'zi shoshib turibdi. Mingta ishi bor. Odam qarigandan keyin ezma bo'lib qolar ekanda. "Laylak", dedi jerkib. "Laylak deyapman-ku, karmisiz?" Shunday dedi-yu, jahl bilan tez-tez yurib ketdi. Nachora. Yigit yosh, yigit navqiron. Uning yumushi ko'p. Hali shaharga qaytish kerak. Uning yumushi ko'p. Hali shaharga qaytish kerak. Uning g'o'r, go'dak bolalari bor.